Erkaklar ichidagi gaplar. Ey rafiqam, menga shirin va ohista shivirlashingni eshitishni xush ko'radigan erkak deb qaragin. Menga xohlagan paytingda pul ishlab chiqaruvchi mashina deb emas, yoring deb qaragin. Menga to ehtiyojing tushadigan vaqtda yaxshi gapirma. Sirlarimni qo'shni va dugonalaringga fosh qilma. Sen bilan qanday muomala qilishni istasang, sen ham men bilan xuddi shunday bo'lgan. Ey rafiqam, bu dunyo hayoti qo'yu havaslar, yo'ldan uruvchi narsalar, dilxushliklar va fitnalardan iborat. Shu sababli sen men uchun ularning baridan afzal bo'lgan. Menga oshiqlar kabi so'ylagan. Ey rafiqam, menga itoatkor bo'lgan. Qachonki seni chaqirsam labbay deguvchi bo'lgan. Qachonki senga so'zlasam gaplarimga quloq tutguvchi bo'lgan. Sha'nimni saqlovchi bo'l. Farzandlarimga go'zal tarbiyachi bo'l. Meni shodlik va tabassum ila qarshila. Xuddi qo'shnilaring va dugonalaringni qarshilagandek. Ba'zida dunyo ko'zimga torayib, sherdek na'ra tortishim, dengizdek mavj urishi mumkin. Shunda patlari yumshoq kabutardek bo'lib va muloyimlik bilan olovni so'ndirgan. Ey rafiqam, bu so'zlarimni albatta quloqlaringga tutgan. Xo'sh, yana qanday so'zlarni rafiqangizga so'zlagan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.